Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda 2026-yil yanvar oyi uchun qancha passiv daromad ishlab topganimni ko'rsatib o'taman. Quyidagi jadvalda siz ko'rishingiz mumkin korxonalar va qancha dividend to'laganini. Birinchi ustunda korxonalarni, kompaniyalarni logotipini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi ustunda tikkeri, ya'ni qisqacha nomi, birjada yuradigan nomi. Keyingi ustunda kompaniyaning to'liq nomi, keyingida price, bu hozirgi kundagi kompaniyaning bitta aksiyasining narxi. Keyingida dividend, bu bitta aksiyasi uchun yil davomida to'lanadigan summa. Keyingi ustunda siz dividendni foizi, ya'ni yildi, keyingi ustunda income, ya'ni kompaniyalar yanvar oyida qancha passiv daromad berganini ko'rishingiz mumkin. Endi birinchi kompaniyaga keladigan bo'lsak, Genium Part. Bu kompaniyani hozirgi kunda bitta aksiyasi $105.74 turadi. Dividendi bitta aksiyasi uchun 1 yilda $4.24. Yanvar oyida menga 45 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniya bu Salesforce, ko'pchilik biladigan software kompaniyasi. Bu kompaniya yanvar oyi uchun $1.26 dividend to'lagan. Keyingisi Merck korxonasi, bu sog'liqni saqlash sektoridagi yirik korxonalardan biri. Bu korxona yanvar oyida $2.55 dividend to'lagan. Keyingisi EOG Resource, bu neft va gaz sektoridagi yirik korxonalardan biri. Bu korxona menga yanvar oyi uchun $4.57 dividend to'lagan. Keyingi korxona Mid America Apartment, bu ko'chmas mulk sanoatidagi sektoridagi yirik korxona desak ham bo'ladi. Bu menga yanvar oyi uchun $6.32 dividend to'lagan. Va so'nggisi Imanum korxonasi. Bu shirkat menga yanvar oyi uchun 1.74% foyda hisoblagan. Endi men bundan inflyatsiyani chegirib hisoblaganimda yanvar oyi uchun menga qoladigan sof daromad 260.131 so'm, bu $21.48 bo'ladi. Endi jami men yanvar oyida mana ko'rib turgan kompaniyalaringizdan jami $36.63 dividend olganman. Endi quyidagi jadvalda siz Interactive Broker menga statement chiqarib bergan. Mana yanvar oyi uchun mana ko'rishingiz mumkin. Hisobot, ya'ni qaysi kompaniyalar menga qancha daromad, dividend to'laganini bu hisobot qilib bergan menga Interactive Broker. Endi keyingi slaydimizda, ya'ni bu jadvalda siz umumiy yillar kesimida men qancha passiv daromad topayotganimni siz bittada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana 2026-yil yanvar oyi uchun mana $36.63 ni tushganman. Mana pastda jami men passiv daromadimni hisoblab ko'rsatayotgandan beri mana 3 oydan beri noyabr, dekabr va 26-yil yanvar oylarining umumiy summasini ko'rishingiz mumkin. Bu $69.76.